Endi kursorimizni aynan shu qismiga belgilasak bo'ladi. Shift S. Kursor to selected. Endi shu qismidan yaratamiz hamma yaratgan narsamizni. Endi bizga sfera kerak bo'ladi. Yana bitta Shift A. Sferani tanlab qaytaramiz va X o'qi bo'yicha gavdasiga yaqinlashtirib qo'yamiz. Salgina to'g'rilab olamiz. Qo'l qismiga o'xshadi. Xuddi shunday Shift D G X dublikatini yaratib olsak bo'ladi. Xuddi shunday bu qismidagi silindrni ham dublikatini yaratib olsak bo'ladi. Shift D G X. Faqat bu qismi salgina kichikroq bo'lishi kerak bizga. Endi sal kattaroq qilib tab ichiga kirib, bu qismini belgilab, bu tarafini sakishni istagan bo'ladi. Mana. Ya'ni qo'l qismiga o'xshayapti endi. Mana. Yaqinlashtirib olib qilib kiraveramiz. Endi bizga kub kerak bo'ladi. Yana bitta Shift A kub. Joyiga o'zgartiramiz. Katta kichikligini to'g'rilaymiz. Agar numpaddagi nuqtachani bossak, obyektga o'zgaradi. Belgilagan narsamiz. Endi bizga kaft qismini yaratish kerak bo'ladi. Kaft qismini yaratishimiz uchun kaft qismiga qarab olamiz. Ko'rib oldik. Yana qaytib qo'l qismiga qaytamiz endi. Endi ko'rib olganimizdan keyin bildikki, bu qismi sal kattaroq bo'lishi kerak ekan va X bo'yicha salgina cho'zamiz. Bu qismini aynan. Keyin obyektni keyin qaranglar, agar sizlar hozir tab funksiyasidan chiqmaganimiz uchun obyekt qo'shilib qoldi. Bizga qo'shilgani kerak emas. Agar sizlarga ham qo'shilib qolsa obyekt, birinchi skaner X-ray funksiyasidan foydalanib hamma belgilab olsak, arqa mishka bilan separate selection belgilasak, ya'ni yasaganimiz bilan bu obyektimiz alohida bo'ladi. Yaratishimizga keyinchalik bizga xalaqit bermasligi uchun. Sal kichikroq qilishimiz kerak. Qo'liga mosroq bo'lishi uchun. Bu qismlarni ham salgina to'g'rilab olamiz. Bizga aynan qaysidir bir qismda belgilash uchun birinchi tipa qismidan qarashda belgilab olishimiz kerak. Nuqtani bosamiz, tipa qismidan qarab olamiz. Endi bizga obyekt salgina yaratishimiz kerak bo'ladi. O'zi obyektni qarang, har xil bo'lib turibdi, shu uchun ham buni o'chirib tashlab, o'zi tabdan chiqib qaytadan yaratganimiz osonroq. Adashib ketmasligimiz uchun xuddi shunday keltirib qo'yamiz. Z bo'yicha qaytaramiz. Keyin to'g'rilab olsak ham bo'ladi, bizga unchalik ham o'zi aynan to'g'ri bo'lishi shart emas. Endi bizga tab kerak bo'ladi. Mana ikki qismini shift bilan belgilab olishimiz kerak. Shift bilan belgilaganimizdan keyin 7 raqami bilan bosganimizda bizda X o'qi bo'yicha hech narsa o'zgarmaydi-da.
Mana masshtabi bir xil bo'ladi-da, o'zgarmaydi. Shuning uchun ham bizga xuddi shu funksiya kerak bo'ladi. Mana mos ko'rinishga kelib oldi. Endi bizga yana shu qismiga kub qo'shishimiz kerak bo'ladi. Chiqamiz. Shift A kub. Yaratamiz. Bizga bosh barmoq yaratishimiz uchun kerak bo'ladi. Yana tab qismiga kiramiz. Bu qismini belgilaymiz. Va to'g'rilab chiqamiz. Bosh barmoqqa yaqinroq qilib. Mana. Bosh barmoqqa yaqinroq bo'ldi. Keyinchalik to'g'rilab olib yuramiz. Endi hozir biz uch qismini bosib, ana endi bitta y funksiyasi bor. Y funksiyasini bossak, qaysidir bitta bo'lak bo'yicha bo'lak qo'shadi. Xuddi shunday bo'lak qo'shib, mana bo'lak qo'shib olsak bo'ladi, xohlasak. Xohlaganday ko'rinishga keltirib olsak bo'ladi. Salgina R bilan burib, bosh barmoqqa yaqinroq ko'rinish. Endi bizga bu qismidan 3 ta barmoq bizga qo'shishimiz kerak. Biz 3 ta barmoq qo'shishimiz uchun endi barmoq qismini yaratishimiz uchun Ctrl R birinchi tab funksiyasini ichiga kirib olamiz. Ctrl R bilan ikkita seksiya yaratamiz. Hozir bizda bitta seksiya, agar kolesik mishkani qo'llatsak, ikkita seksiya qilsak bo'ladi. Qo'yganimizdan keyin bir dona qo'yamizda, keyin bevel funksiyasidan foydalanamiz. Ctrl B orasida masofa qoldirishimiz kerak. Mana masofa qoldirdik. Endi tab funksiyasidan chiqmaymizda 3 har bitta seksiyani belgilab olib, y funksiyasi bilan yana cho'zib olamiz. Bitta seksiya qo'shdik, yana bitta seksiya. Barmoq qismiga o'xshash qilishimiz uchun. Endi ko'proq o'xshadi. Qo'l qismiga. Qo'l qismini tayyor desak ham bo'ladi. Deyarli keyinchalik o'zgartirib funksiyalar orqali silliqlashtirsak ham bo'ladi. Qoldirsak ham bo'ladi. Salgina shakllarni to'g'irlasak bo'ladi. Misol ro funksiyasi bilan salgina qiyshaytirib olsak bo'ladi. Agar aynan to'g'ri qismidan qarasak, to'g'ri bo'lib o'zgartirsak bo'ladi. G funksiyasi bilan hamma joy belgilanmaganligi uchun ham to'g'ri kelmadi. Birinchi X-ray bilan hammasini to'g'ri belgilab olib, bir raqamni bosib, joyidan o'zgartirsak, mana to'g'ri bo'lib o'zgaradi. Xuddi shunday boshqa qismlarni ham skanner yordamida salgina burib ob'yom bersak bo'ladi. Qolgan joylarni ham salgina ko'tarib ob'yom bersak bo'ladi. Keyin mana funksiyadan chiqqanimizda o'zi ko'rinish chiroyliroq bo'lib qolaveradi. Xuddi shunday mana bu qismini ham alohida belgilab olsak bo'ladi-da. Salgina ob'yom bersak bo'ladi. Sal bo'lsa ham qo'lga o'xshadi endi. Mana bu qismi kist qismini sal to'g'irlashimiz kerak. Uchun endi buni tab qismiga kirib, salgina to'g'irlaymiz. Mana endi chiroyligina bo'ldi.